Assalomu alaykum. Xo'sh, nima uchun odamlar oldida qo'llarimiz qaltiraydi, ovozimiz o'zgaradi va o'zimizni erkin his qila olmaymiz? Buning asosiy sababi miyangiz odamlarni xavf sifatida qabul qilib qo'yganidir. Ya'ni, siz gapirsangiz, kulgiga qolaman, xato qilsam meni tanqid qilishadi, meni yomon baholashadi degan ong ostidagi qo'rquvlar tanangizga xavf signalini yuboradi. Natijada organizm kurash yoki qochish rejimiga o'tadi. Ana shunda yurak tez ura boshlaydi, qo'llar qaltiraydi, nafas qisiladi va inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Aslida esa sizga hech qanday xavf tahdid qilayotgani yo'q. Faqat miyangiz odamlarning fikrini ortiqcha muhimlashtirib yuborgan. Yana bir sabab o'zingizni boshqalar bilan taqqoslash va hammaga yoqishga harakat qilishdir. Va eng asosiy sabablardan biri bu yoshlikda siz qaysidir ishingiz uchun tanqid qilingansiz. Eslab qoling, muammo odamlarda emas, muammo odamlarni xavf deb qabul qilishdadir. Va yaxshi yangilik shundaki, miyani qayta o'rgatish mumkin. Demak, bu holatdan butunlay chiqib ketish ham mumkin. Agarda sizda shunday muammo bo'lsa, marhamat murojaat qilishingiz mumkin.